Salom hammaga. Bugun sizlarga internetda qanday qilib pul ishlashni eng yangi usullarini o'rgataman. Affiliate dasturi albatta yangi usul emas, lekin bu dastur sizni millioner qilishi mumkin. Avvalo, ekranda ko'rsatilgan saytga kiring yoki tavsif description qismidagi linkka bosishingiz mumkin. Saytning eng pastiga tushib, Affiliate Program bo'limiga bosing. Hamkorlik sahifasi ochiladi. Bu yerda barcha tafsilotlarni xohlasangiz o'qib chiqishingiz mumkin. Lekin sizni eng ko'p qiziqtiradigan narsa 30% komissiya bo'ladi. Ha, bu juda yuqori. Bitta sotuvdan taxminan $150 daromad qilishingiz mumkin. Hatto har kuni faqat bitta sotuv qilsangiz ham oyiga $4500 ishlab topishingiz mumkin. Qanchalik ko'p harakat qilsangiz, mehnatingizning natijasini shunchalik ko'rasiz. Men esa sizga saytning yashirin sirlarini ham ko'rsataman. Qanday sotaman deb boshingiz qotib qolmaydi. Become affiliate qismiga bosing. Ekranda Whoop sahifasi ochiladi. Xohlasangiz email manzilingiz bilan yoki pastdan Google yoki Apple orqali kirishingiz yoki ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Bu holatda men Google hisobim orqali ro'yxatdan o'taman. Terms of use va privacy policy'ni qabul qilish uchun katakchani belgilagandan so'ng Become affiliate tugmasini bosamiz. Hammasi shunchalik oddiy. Scale Site affiliate sahifasi ochiladi. Bu yerda barcha kurslar uchun sizga maxsus havolalarni topishingiz mumkin. Shuningdek, narxlarni va oladigan komissiya foizlarini ham shu yerda ko'rishingiz mumkin. Va ular haqiqatan ham 30% komissiya to'laydi. Bu yerdan sizga maxsus havolani nusxalab oling va bir joyga saqlab qo'ying. Chunki agar mijozingiz shu havola orqali xarid qilsagina, sizga 30% komissiya to'lanadi. Shu sababli bu havola orqali sotib olish muhim. Endi sizga biroz sotuv texnikalarini o'rgataman. Mijozni qanday topish mumkin, shunga e'tibor qaratamiz. Lekin ko'proq usullar va shahar nomlarini topish uchun tavsif description qismidagi linkdan foydalaning. Kichik shaharlar asosiy e'tiborimiz bo'ladi. U yerda sharhlari kam bo'lgan, xaritada unchalik ko'rinmaydigan bizneslarni topamiz va ular bilan aloqa o'rnatishga harakat qilamiz. Bizneslarning Google Maps'da ko'rinishga ehtiyoji borligini hisobga oling. Maktablar yoki allaqachon mashhur bo'lgan yirik brendlardan uzoq turing. Avvalo, yangi boshlagan bizneslarga e'tibor qarating. Bir biznes topganingizda odatda faqat telefon raqami bo'ladi. Ba'zan shu raqamni va biznes nomini Google'da qidirib ko'ring. Sun'iy intellektdan foydalanib, ularning email manzilini yoki ijtimoiy tarmoq sahifalarini topishga harakat qiling. Agar veb-sayti bo'lsa, ish osonlashadi. Chunki aloqa uchun kerakli barcha ma'lumotlar adashma saytida bo'ladi. Yana ko'proq tafsilot va usullarni tavsif qismidagi linkda qoldiraman. O'sha yerini o'qishingizni tavsiya qilaman. Shu tarzda bizneslar bilan aloqa o'rnating, ular bilan gaplashing va tanishing. Bir vaqtingizda 4 kishi bilan suhbatni davom ettiring va ularga bizneslari uchun juda foydali bo'lgan kurs haqida aytib sotuv qiling. Hammasi sizning muloqot ko'nikmalaringizga bog'liq. Ijtimoiy tarmoqlar, masalan Facebook kabi ko'plab platformalardan foydalanishingiz mumkin. Video ostida yoki sharhlarimga mahkamlab qo'ygan linklar orqali shu blogga kira olasiz. Unda sizga qanday reklama qilishingiz va qanday sotuv qilishingiz haqida batafsil yozuvlar bor. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlar havolalari va kichik shaharlar ro'yxati ham kiritilgan. Shuningdek, scaleinsight.us saytiga tashrif buyurib, kurslar haqida, aniqrog'i bundle ichida mavjud kurslarning haqiqiy narxini va kurslar nima o'rgatishini batafsil bilib olishingiz mumkin. Bu sizga sotuv jarayonida tushuntirishni yanada rivojlantirishga yordam beradi. Bu yerda kurslarning haqiqiy narxi juda yuqori ekanini ko'rasiz. Ya'ni mijozlaringiz katta chegirmaga ega bo'lishadi. Kurslarning ustiga bosib, har bir tafsilotini o'qishingiz mumkin. Uni o'qishingizni tavsiya qilaman, chunki sotuv qilayotganda bu sizga juda foydali bo'ladi. Va shu yerda influencer
Influencer Bundle'ga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Chunki katta potensialga ega kurs. Kurs asosan OnlyFans'da yangi boshlovchilar, lekin ishlarni qanday yuritishni bilmaydiganlarga qaratilgan. Chunki ichida qiymati yuqori yashirin Telegram guruhlari va Telegramda yashirin usullarni o'z ichiga olgan paket mavjud. Shu bilan birga, yangi boshlovchilar va influencer bo'lishni istaganlar uchun yo'l ko'rsatadigan kurs ham bor. Qanday menejerlik qilinadi, qanday rivojlantiriladi, Instagramni boshqarish taktikalari, sponsorlar bilan kelishish va narx belgilash. Bularning barchasi batafsil ochib berilgan. Allaqachon saytiga tashrif buyurib, barcha tafsilotlarni bilib olishingiz mumkin. Ushbu kurs orqali muvaffaqiyat qozongan ko'plab influencerlar borligini ko'rasiz. Qanday qilib OnlyFans yoki influencerlarga sotishingiz mumkinligi haqida tafsilotlarni tafsir qismidagi usullar linkida qoldiraman. O'sha yerdan ko'rib chiqishingiz mumkin.